Assalomu alaykum vatandoshlar, yurtdoshlar, semental ishqibozlari. Vatandoshlar, shu novvasimiz sotiladi. Xullas biz bir ayolni urib qoluvdik. Endi buni ishi bitta sotib yubormoqchimiz. Kimga qiziq bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz urib qoldik, buni ish tugadi, endi sotib yubormoqchimiz. Xo'sh, bu novvasimiz shu bo'ylari taxminan 1.60 keladi. Mo'ljalda bir 900 kilo bor. Endi mo'ljalda endi premenni molgacha tushirmaymiz, biz o'zimiz ustamiz. Shu mollarni qochirgan oluvdik, endi sotib yubormoqchimiz. Qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib olinadi. Narxi 50 million deyapmiz. Novvasimiz katta novvas hozir. Buncha videoda ichine ko'rinyapti endi. Novvas. Vatandoshlar kelib ko'rib tekshirib olinaveradi. Urib qo'yam, so'ygani ham yaraveradi. Sirlarni qochirgan oluvdik. Bu qochirib oldik. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan